Assalomu alaykum. 21-28 haftaligi bo'yicha o'zimizning yakunlarimizni bugun e'lon qilamiz. Ya'ni men mana shu o'tgan hafta bo'lib o'tgan voqealarga o'zimning fikrlarimni bildirib o'taman. Demak, birinchi yangilik, o'tgan hafta O'zbekistondagi eng katta IT sohasidagi tadbir bo'lib, forum bo'lib o'tdi. ICT Week, ya'ni informatsion texnologiyalarga bag'ishlangan haftalik bo'lib o'tdi va ushbu haftalik doirasida Yandex kompaniyasi bir yangilikni O'zbekiston bozoriga taqdim etdi. U ham bo'lsa, endi Alisa, ya'ni sun'iy intellekt asosida ishlaydigan yordamchi kolonka, ko'pchilik biladigan, endi o'zbek tilida gapiradigan bo'ldi. Agar uyingizda Alisa bo'lsa, bemalol o'zbekchada gapirib ko'rishingiz mumkin. Ularni tushunadi va o'zbekchada javob beradi. Hozir Toshkentda +27, kun bo'yi ochiq. Bugun yog'ingarchilik kutilmayapti. Va eng qiziq tarafi, Yandex kompaniyasi vakillarining aytib o'tirishicha, men o'zim hali tekshirib ko'rishga ulgurmadim-u, lekin ularni aytishicha, Alisa O'zbekistondagi barcha shevalarni ham tushunadigan bo'lgan. Shuning uchun agar har xil viloyatlarda shevada gapirib ko'rsangiz, shevada ham Alisa sizlarni tushunish kerak. Bu bozor uchun juda katta yangilik. Bu Yandexni O'zbekiston bozoriga juda ham uzoq muddatga kirganligini va uzoq muddatli strategiya asosida ishlayotganligining bitta yaqqol misoli hisoblanadi. Yandex juda ham menimcha katta bir qadamni qo'ydi. Yandex aynan mana shu konferensiyada yana bitta yangilikni e'lon qildi. O'zbekistondagi startaplarni qo'llab-quvvatlash maqsadida venture fondni e'lon qilishdi. Ya'ni venture fond nima degani? Bu har xil startaplarni boshlang'ich etapida investitsiya kiritadigan fond hisoblanadi. O'zbekiston bozori uchun hozircha $20 million investitsiya ajratilishini e'lon qilishdi. To'g'ri, bu xalqaro miqyosda juda ham kichkina summa, lekin O'zbekiston bozori miqyosida, O'zbekistondagi startaplarning bugungi kundagi holati miqyosida juda ham yaxshi summa deb hisoblasa bo'ladi va menimcha yaqin kunlarda Yandex birinchi o'zining investitsiyalarini e'lon qilsa kerak. O'tgan hafta yana bir zo'r yangilik bo'ldi. Ipak Yo'li banki, shaxsan men juda ham yaxshi ko'radigan bank, o'zim ham juda ham ko'p xizmatlardan foydalanaman ushbu bankni. Ipak Yo'li banki rebranding e'lon qildi. Balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Hozir ko'rsatamiz yangi logotiplarini. Endi rebranding deganda nafaqat logotip tushuniladi, balki to'laqonlik barcha sohadagi yangiliklar tushuniladi. Endi menimcha yaqin 1-2 yil ichida Ipak Yo'li banki o'zining rebranding orqali nima demoqchiligini bizga e'lon qiladi. Ko'zga tashlanadigan bir narsa bo'ldiki, endi bank nomini Ipak Yo'li emas, Ipak Yuli, ya'ni yagona bir stilistikada Ipak Yuli deb o'sha yo'li so'zidagi ikkinchi harf u orqali yoziladigan variantini taklif etishdi va logotip aynan shu ko'rinishda bo'ladigan bo'ldi. Bu turli xil bahs-munozaralarga sabab bo'lyapti. O'zbek tili qoidalariga zid, o'zbekcha so'z emas degan har xil sabablar bo'lyapti. Meni fikrimcha, bank marketing mutaxassislari men juda ham yaxshi bilaman o'zim. Ular nimagadir asoslanib mana shu qadamni bosishgan, nimagadir asoslanib mana shunday yo'l tutishgan va menimcha yaqin orada bu narsani o'zlarining harakatlari orqali ko'rsatishadi. O'shaning uchun shaxsan meni fikrimcha hali bu narsa bo'yicha biron bir xulosa qilish biroz erta. Rebranding juda ham zo'r bo'ldi, juda ham katta tadbir bo'ldi, juda ham masshtabniy bo'ldi. To'g'risini aytaman, men Ipak Yo'li bankini ilgari bunaqa katta tadbirlarni o'tkazganini ko'rmaganman. To'g'ri, juda ham ko'p boshqa sohadagi tadbirlar bilan partnyorstvani yoki homiyligini ko'rganmiz-ku, lekin bunaqa o'zligini shaxsiy xususiy tadbirlarni bunaqa katta qilib o'tkazishganini ko'rmaganmiz. Juda ham zo'r tadbir bo'ldi. Endi logotipni o'zgarishiga, umuman to'laqonli rebranding bo'yicha yaqin kunlarda ko'ramiz nima bo'ladi. Yoz oylarida prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvida O'zbekistonda Burger King tarmog'i ochilishi haqida e'lon qilingandi IBT kompaniyasining rahbari tarafidan va mana shu kunlarda ko'rishimiz mumkin. Beruniy metrosi atrofida birinchi restoran bo'lsa kerak, chunki aynan o'sha yerda Burger King logotiplari va turli xil rasmlari tushirilgan binoning remont
ishlari bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, yaqin kunlarda Burger King ham O'zbekistonda ochiladi. Bu albatta yaxshi yangilik, sababi qancha ko'p xalqaro kompaniyalar O'zbekistonga kirsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu bozorni rivojlanishiga, raqobatni oshishiga olib keladigan holat hisoblanadi. O'tgan hafta O'zbekistonning marketing sohasidagi eng ko'zga ko'ringan kompaniyalarning birida juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Korzinkaning bosh direktori, so'nggi 3 yilda Korzinkaga rahbarlik qilayotgan Rut Pedersen o'z faoliyatini O'zbekistonda tugatganligini e'lon qildi. To'g'risi, men uchun biroz kutilmagan yangilik bo'ldi, sababi Rut oxirgi o'sha o'z faoliyatini O'zbekistonda olib borayotganda Korzinkada juda ham ko'p o'zgarishlarga boshchilik qilayotgandi. Korzinkaning o'sha masshtabli kengayayotganligini boshqarayotgan shaxs edi. Endi Korzinkaning rasmiy ma'lumotlarida Rut o'zini oilasiga ko'proq e'tibor qaratishga niyatida bo'lganligi sababli ishdan ketganligini e'lon qilishdi va Zafar aka Hoshimov, Korzinkaning boshqaruv kengashi raisi, vaqtincha direktorlik lavozimiga, ya'ni Korzinkaning bevosita boshqaruviga qaytganlarini e'lon qilindi va Korzinka o'ziga yangi direktor qidiryapti. Menimcha yaqin kunlarda ular ham e'lon qilinishi kerak. Yaxshimi, yomonmi bir narsa deyish qiyin. Fakt sifatida aytishimiz mumkin, Korzinkada direktor yana almashdi. Kuz oyida O'zbekistonda reklama va marketingga juda ham boy vaqt hisoblanadi. 11-12 oktyabr kunlari O'zbekistondagi eng katta reklama festivali Tashkent Advertising Festival yoki TAF bo'lib o'tadi. Barchani taklif qilaman. Albatta TAFga kelinglar. Juda ham ko'p mahalliy va xorijiy mutaxassislar bo'lishadi. Men o'zim ham TAFda chiqish qilishim kutilyapti. Juda ham qattiq harakat qilaman bo'lishga. Barchani taklif qilaman. Juda ham qiziq bo'ladi, juda ham ko'p yangiliklarni olasizlar, juda ham ko'p insightlarga ega bo'lasizlar va bir vaqtning o'zida bir joyda O'zbekistonning eng yetuk marketing mutaxassislarini bir joyda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kecha va bugun Toshkentda Markaziy Osiyoning eng katta reklama va marketing festivali Jo'lbors bo'lib o'tyapti. Mana bugun ham mana shu hozir yangiliklarni zapisini tugatganimizdan keyin men o'zim ham Jo'lborsga yugurib ketaman. Kelasi hafta albatta Jo'lborsning qanday bo'lib o'tganligi, kim festival g'olibi bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Jo'lbors festivali axiyri mana endi Toshkentda ham bo'lib o'tdi deb ayta olamiz. 21-28 sentyabr 2025-yil haftaligida O'zbekistonda marketing sohasidagi biz ko'rgan yangiliklar mana shulardan iborat. Agar doimiy ravishda marketing va biznesda bo'lib o'tayotgan yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, albatta sahifaga obuna bo'lishni va ushbu bo'lgan yangiliklarga o'zingizni izohingizni kommentariyalarda yozib qoldirishni esingizdan chiqarmanglar.